Hayot kutilmagan hodisalarga, inson esa kutilmagan qarorlarga boy. 2002-2005 yillar O'zbekistondagi turli radio kanallarda boshlovchilik qilgan. So'ngra qo'shiqchilik faoliyati bilan shug'ullanishni boshlab, 2006-yil Nihol mukofoti bilan taqdirlangan. 2009-yilda esa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoniga ega bo'lgan Sanjar Rahimov, ya'ni Sardor Rahimxon, shou-biznesni tark etdi. Uning kun.uzga ma'lum qilishicha, shou-biznes sohasini tark etgani haqidagi xabarlar rost. Shou-biznesni tark etganim rost. Yangi to'ylarga buyurtma olmayapman. Bir oydan buyon to'ylarga ham chiqmayapman, dedi u. Bundan bir necha kun avval O'zbekkonsert davlat muassasasi tomonidan bir necha nafar san'atkorlar qatori Sardor Rahimxonning ham litsenziyasi tugatilgani xabar berilgan edi.